shundoq ko'chaga chiqib, shundoq qaytib keldim yarim yo'ldan. Havo shunaqa issiqligidan kurtka, qish kechurining kiyib olman. Endi kiyimimni o'zgartiraman chunki Koreya havosiga ishonch yo'q. Bo'lmasam ko'chada quyosh yo'q, sovuq deb o'ylaganman. Kurtkada chiqdim, isib yotibdi, dim shunaqa. Endi kiyim almashtirib olamiz. Bu kiyimlar o'rniga mana bunaqa qora shim bilan yozgi bu, chunki havo isib ketdi. Yozgi kiyib ko'rmoqchiman. Bahorga ham emas, yozgi. Birdaniga qizib ketadi, birdaniga sovib ketadi. Va mana bu koftani ikkalasi tushadimi, tushmaydimi bilmayman, lekin kiyaveraman, bu farqi yo'q menga. Ketdik. Mana shunaqa ko'rinish bo'lib oldi o'rtoqlar. Shunaqa keng shimlar jonni huzuri shu kunlarda juda ham yaxshi ko'rib kiyyapman. Har xilidan oldim, qizil, sariq, ko'k, yashil, shunaqa shimlar, keng shimlari bu ham. To'g'ri tushdi deb o'ylayman, lekin bu sumka tushmadimi deyman, lekin bori shu. Taqaveraman. Bunaqa kichkina sumkalarni juda ham yaxshi ko'raman. Mahalladagi do'konlarga, uyimning yaqinidagi bozorchalarga chiqqanda buni ko'tarib yuraman. Ichida bitta kashalok, bitta telefon ketadi xolos, ham ixcham, juda ham yengil turadi. Men tayyor bo'ldim o'rtoqlar. Endi issiqlab ketmasam kerak. Lekin qanaqa issiq bo'lsa ham, qanaqa terlasam ham qo'ltiq osti va qo'l oyoqlarim umuman terlamayapti. Juda ham nima desam ekan, qulay va noqulaychiliklar sezilmayapti. Shuning uchun ketdim, men tayyorman. Ha, aytgancha, yuzimdagi tiniqlikni sezyapsizlarmi? Yuzimga hech narsa urmaganman, faqatgina zagarni krem urganman, surtganman degan ish qilib, juda ham tiniqlashib, yorqinlashib boryapti. Terimning rangi